Assalomu alaykum. Sog'misizlar, salomatmisizlar? Agar sizda tavug'ingiz ham mana shunday ertagicha jo'jalar ochib chiqqan bo'lsa, iloji boricha boshqa tovuqlardan alohida joyga qo'yishga harakat qiling. Ona tovuq jo'jalarini himoya qilaman deb cho'qishib, yo xo'rozlar bilan, yo makiyonlar bilan kasal bo'lib qolishi mumkin. Ham quyosh tegayotgan joyga qo'ying. Har doim tovuqlar quyosh sevar, issiq sevar jonivor hisoblanadi. Agar iloji bo'lsa, tashqariga chiqarib qarab turing. Alahakkalar, mushuklar bularga tashlanib qolishi mumkin, yeb qo'yishi mumkin. Olahakkalar ko'pincha juda o'ch bo'ladi mana shunday mayda-mayda cho'jalarga. Lekin quyoshga chiqarsangiz bular kattarishi, tezlashadi, tez-tez temir qanotini chiqaradi.